Hello YouTube, halo sizlar bilan Goldwamen. Bugungi videomizda strukturni nima bu? Minecraftda imperiya quramizda. Imperiya quramiz. Joylaring ko'rinishi o'rnida video boshlanyapti. Ishqilib men bitta qishloqcha topdim, qidirdim ancha. Xo'sh, bu qishloqcha yaxshi, normalniy. Adashmasam. No, bo'ladi hozirchaga. Ishqilib mana shu joyda o'zimni bosib oldim, ya'ni. Yaxshi. Yoki bir ikkita uylarni olaman. Bir ikkita uylarni olaman. O'rtadagi fontanni olaman. Chunki agar hozir men bu qishloqchani bosib olsam, imperiya bir boshidan qurilganda, qurilgan imperiyani bosib olingan bilaman-da. Shuning uchun o'ylab ish tutamiz. Xo'sh, bitta blok qo'yamiz. Taxminiy qo'yamiz. Xo'sh, x o'qi 5 emas. 10 qildik. 15 qildik. 14 ga 14 endi qo'yamiz. Siz bo'lmasa bo'ladi bize. Xo'sh, men 10 qo'yamiz önce. 15. Endi j o'qini. Y o'qini qilamiz. Mana yaxshi joyga chiqamiz. Xo'sh, uyda birdan qilamiz. Qabul bo'ladi bu. Endi mana buni olamiz. Buni olsammikan? Avvalo mana nima ketdi? Qurib o'tiramanmi? O'zlari to'g'rilab olishadi. Bu tomonga ekan. Yeri bilan ko'chirar ekanman. Xo'sh. Bu taxminan 3 to'g'ri 5 7 bo'lsa 7 ga 7 bo'ladi. 7 ga 7. Mana cho'chib turadi. Qanchaga keladi? W olamiz. Xo'sh, buyda ikkinchi levelda quriladi bu. Xo'sh, buyda olamiz. Nimaga u yoqda bu tomon to'g'rilayapman ekan? Mishqcha qoching ekan. Yuguring. Yer bilan birga bo'lib ketgan ekan bu. Men shunaqa ko'ryapmanmi? Tom ketib qoldimi? Hop. Birinchi o'qiymiz. Tezda o'qiymiz. 10 20 o'qiydi. Atib ko'rib yana 9 qilamiz. 9. 5 emas, 10 bilan dedik. 10 bilan. Buni joylaydi yana. Bularga egagan yana. Olamiz. Endi kitob bu ama bu ham bo'laveradi ketsak bizdan zarari yo'q, to'g'rimi? Bu ham birinchi nima qilamiz? 11. Shundan 20 qo'yamiz. 20 o'qiydi. 15 qildik. 15 katta endi. 11 qilamiz. 11 10dan ushlasak 8. 15 qo'yamiz. 8. 3 iyi. Güzel oldu. Böyle çok zaman. Böyle şey değil. Ne kapıyı qilamiz. R'ga oldim ha, to'g'ri hozir. Hozir tekshirib ko'ray, cho'ta olinmaganga o'xshataman ko'zimga. Sezaman. R. Oyoq olinibdi. Nechta uy oldik? Bitta to'rtta narsa olibmiz, struktura olibmiz. Bunaqa oddiy uychalardan olmadik hali. Oddiy ikkita oddiy uycha olamiz. Hop, 3 ta oddiy uycha olamiz. Men o'zim qo'shilaman, bitta ferma olamiz. Hop. Keyin bitta qo'yamiz. Bu necha? Hop, qo'yama. Qasam, qo'ydik. 7. 10, 1, 11, 7. 5 qo'yma. 7, 11, 7. Hop, W. Buradan 2 keladi, tekrarlayman. Bu ham. Hop, 7. 5 qo'yma, 7. 7, 11, 22 bo'ladi. 11. Hop. Hop, xalos. Tabii ki keladi. Uzr asla bola. Xo'sh, men qaytdim. Men qishlog'im bor. Bu uyda ham kopyariz qilamiz. Xo'sh, 9 da ekan. Nechaga chiqaryapman? 7 11. Qo'y. Kopyariz qilib saqlaymiz mana yaxshimi? Xato qilyapman. 7 Chunki saqlay qilmadim, bilaman. Sonini qasamlarga qildim, Y'ga qildim, uga qildim. Yani tekshirib ko'ray, Y'ga chiqarganman. Yana tekshiraman. Ko'rdingmi? Xo'sh, biz kerakli bir Y'gacha nechta harf bor? 1 2 3 4 5 6. 6 ta joyda kopyariz qildik. Bitta mashina kopyariz chiqdi, bo'ldi. Qolgan narsalar turaveradi joyida xohlagancha. Qolgan narsalarni o'zimiz qishloqlar qurib olsa kerak. Qurib olishmaydi. Quraman. Bu adashmasam 9 ga tur. 9 ga tur bas. 9 ga 7 ekan. Hop, 7. 9 ga 7. Hop, kopyariz qilamiz. Qaysi harfga? Y'dan keyin U'ga qildik.
To'xtanglar, uyga qildingmi? Uyga qildingmi? Ha, demak, igacha 5 3 7 8 ta struktura papirus qilibmiz. Yetadi. Endi bitta tekisroq joy topamiz. Tezda borib, tezda. Mana qaranglar. Zo'rmas ko'rsaman, qarab turing. Yomg'ir yog'yapti-ya, qaranglar. Ko'ryapsizmi? Mana chiroyli, go'zalligi. Yana bitta qarang, yana bitta qilib beraman. Oh my gosh. Oh my gosh. Mashet eng zo'r bo'ladi. Mana qaranglar, chiroyliligini, tekisligini qaranglar. Mayda adashmasam bo'lgan. Bitta to'g'rilab ketish kerak. Voyim nima? Hop, bitta to'g'rish kerak. Buni qilamiz, zo'raygan. Otishlar bo'ladi. Kommentarda yozaverasizlar o'zlaring bilib, bilmay. Oldimizda как раз qisloqcha ham bor. Birinchi imperiyani atrofini qursak, zo'r bo'ladi hammasi. Zabor quramiz. Zaborda bunaqa toshdan quramiz. Hop, bundan olamiz. Xo'sh, endi atrofini nechtalardan qilib chiqay? 3 talardan qilib chiqaman. Hop, zo'r, gap yo'lda siyosiy. Bu qani? Zo'r, bu yerga chiqamiz. Xo'sh, nechta ko'chamiz dedik? Mayda fikirlar, mayda o'rnatilgan. Xo'sh, mana ko'chamiz. Bu kishi bo'ladi, ular ro'llardan. Nima qilgan? Ham qabul qiladi. Videoga qo'yilgan video so'randa 2-3 ta. Mana, zo'r, zo'r. Nechta video qilamiz? Nechta deyiladi? Yo'q, mana. Mana bo'ladi. Hop, bitta bo'lgan bo'ladi, bo'lgan bo'ladi. Qasam bo'lgan. Voy. Yana yana. What? Oxirgisi. Davay. Xo'sh, mana qurib bo'ldik. Yaxshi. Oh my god. Bo'ldi. Hop, bu joy normalniy adashmasam. Endi bekka strukturalarimizni qo'yishni boshlaymiz. Kichkina ko'rinyapti ko'zimga. Qurishimdan oldin katta ko'rinadi. Taxminan adashmasam buni u yoqqa boramiz. Buni yoqlarga kerak bo'lsa, ancha uzoqqa boramiz. Buni ham u yoqlarga, buni ham u yoqlarga, tepalarga chiqaramiz. Buni tuzamiz, hali xudo xolasa hammasini zo'r qilamiz. Birinchi video birinchiga mashi yetadi. Adashmasam nega tegma. Birinchi videoga yetadi shular. Hop. Buni ham qurmoqchi edim. Mol ekan. Endi sekin strukturlarimizni qurib, bir boshdan masjidga qurishni boshlaymiz. Maydan qurishni boshlaymiz. Masjidda bir mashlarga birinchi o'rinda qaysi edi? Qaysi struktura edi?
Qaysi tomongadir o'tib ketdi adashmasam. Nimadir odam qilar ekanmiz. Ana kichkina uychalarni ichiga qo'ydim. Iyiga qo'ygandim. Ha, bu ham bo'laveradi. Bitta tepadan qurish kerak. Iyiga bundan qurgan ekanman. Bas iyi. Bo'ldi. Betga endi bitta uy quramiz. Ana kichkina uychalardan bittasini. Uyimida? Da, uyda. Betga bitta quramiz endi. Yetadi hammaga. Shu aholisi unchalik ko'p emasdir. To'g'ri. Bu yomon. Hop. Buni bitta bu yoqqa surar ekanmiz. Betga. Bas iyi. Ye deganim. İyi. Gol yapsan gol demeysizlarmi? Mayt endi bir boshdan qaraman yana. Yaxshi qurilgan ekan. Yetadi. Hop. Bu eshigini betga mana bu o'rniga qilamiz-da. Что-то nimalar не то. Давайте shuni chiqishini bu tomonga qilsak-chi. Bitta aynik qo'ysak, bitta bundan. Gullarni mana aynigini oldiga qo'yamiz. Tam. Mana turib qoldi. Endi bu blokni olamiz. Bu blok bilan buni shuni bitta yemagan qilib qo'yibman. Beriyani. Buni yoqqa bitta sursak zo'r bo'lar ekan hammasi. Mana Давайте şu joyini tezleştirib olaylik. Ko'pda cho'zilib ketadi.
Hop, mana nimalar qurdim. Endi bitta makka boshxona bo'lardi, bojxonamdi. Shunaqa quraman, nima deyilardi? Boshlig'ini xonasida, ishqilib boshlig'ni uyi, boshda hal qilinadi masalalar. Bitta necha kishi yashaydi, hozir hisoblaymiz. Hop, bizga yotoqxona kerak. Betga taxminan 2 kishi sig'sa kerak-a? Yo'q, bitta sig'adi. Da sig'adi, 100% sig'adi. Agar bunday qilsak, qani o'zi yo'laylarimiz. Hop, qilamiz. Yo'qlab yana bitta qo'y. Nima ikkita bo'lmasa qo'yilmaydi. Hop, mana 2 qavatli uylar qilamiz. Bizga kerak bo'ladi bitta sandiq. Sandig'imiz bor edi, olgandim. Hop, buni sandig'i taxminan mayda bo'ladi. Qanday joy qoldi? Qani yarim bloklar bo'ladi-yu, qani shunaqa bitta oldida. Hamma ishimizni bitirib olsak bo'ladi. Hop, mana sandiqda ikkita sandiq qilsam boshqa ochiladimi? Ha, bo'ldi. Mana shu ikkita sandiq bo'ladi. Ikkalasiniki bo'ladi endi. Nariga uyga xuddi shunaqa qilamiz. Ikkita uy bor bu yerda. Ancha kattaroq ekan, bu hisobini olish kerak edi. Hop, qilamiz. Tepaga sal pastroq ekan. Bunga ikkitali joy yetadi o'zi. Bitta hammasiga ish topib beraman. Hop. Bitta ikkitali yotoqxonalar qilib bo'lmas ekan bu yerda ham. Hop, mana yaxshi joy bo'ldi. Endi hamma narsani musorga tashlayman, keraklarni. Strukturniy blokdan tashqari hammasini tashlaymiz. Ko'rganlaringdek, strukturniy blokni ham tashlab yubordim. Qo'lim qichigan holatda qo'lim tegib ketdi. Bilmay qoldim. Jitel olamiz. Hop. Jitel. Tushunmadim. Kelida tuxumdan qidirib qo'yaveramiz. Juda rusulga o'zgarmayapti. Yoki men xato bosdim. Jitel bo'larmikan o'zi bo'ladi? Ay, jitel bo'lmas ekan. Jitel bo'ladi deb o'ylardim. Hop, bittasini bu yerga qo'yamiz. Fermer bo'ladi. Aylandingmi? Aylan. Davay. İkincisi kutupxonada ishlaydi. Mayda 4 ta joy bor-a. Hammasiga alohida ish topish kerak. Kutupxona bo'ladi. Qani? Hop. Kitob javon mana. Kitob o'qiganlarga esa dekoratsiya berish kerak-da xonaga, to'g'rimi? Da. Yoki o't olmay qolarkan ekan. Bo'ldi mana. Endi bittasi jitilni bitga qo'yamiz. Bo'ldi. Xonacha bo'ladi. Ana fermer qani fermer? Bitta bas. Qani fermer? Fermer yo'q qoldi. Fermer bo'ldingmi sen? Aylandingmi? Qo'lim tegib ketdi, boshqa narsaga aylanmay qoldi oxirigacha. Aylandingmi? Uka, aylanmagan bo'lsang o'ldirib yuboraman. Usta kerak temirchi deganim. Juda buni ichiga tiqib qo'yaman bunda. Ichiga paydo bo'ladi. Ana, bo'larkan-ku ukam. Malades. Kunga 5 baho. Temirchiga qaysi narsa kerak bo'lardi? Bunaqami?
Hop, qanaqalar kerak bo'lardi? Bunaqa yana bundan qilsa bo'ladi. Suv olgandik yana esimda. Har bir kishining o'zining pochtasi bo'lganda, bularda ham bo'ladi. Va pochta kelmasa ham endi dekoratsiyada bularda bitta pochta bo'ladi. Betga emas, buni betga quramizda. Endi kon kerak. Böyle topik konni. Endi bizga nima kerak? Dinamit. TNT. Hop, bizga birinchi kerak bo'ladi TNT de. Nima TNT. Dinamit kerak bo'ladi. Hop, bir boshdan qo'yib chiqaman. Ortiqcha muammo problemalar kerak emas. Tushmaydimi pastga? Tushmaydimi? Bilma. Ha, men bilganim. Sezganim da mana shunaqa buzishini. Harom. Xato qildim. Yurasizlar. Mashina o'lyapti. Aynaga qaradim uni. Oddiy yer olamiz.
Xo'sh, bo'ldi, mana qurdik o'zimizcha shaxtalar qanaqadir. Shaxtani atrofini xuddi shaxtaga o'xshatib bezatib qo'ysak kerak. Bezatib qo'yishimiz kerak. Endi shaxtaga o'xshatib turish kerak. Rudalar qandaydir. Buni Dota o'ynaganlar biladi. Mayda Dota'da esimga tushib ketdi. Bitimda oltinlar bo'lardi. Shaxtan. Mana o'ynaganda nima bo'ladi-yu? O'ynasizlar. O'zi aytaman. Komanda o'ynadi-yu. Hamma o'zi kuchayadi o'sha yerda. Xo'sh, bizga kerak. Hozir bitta buni ha. Bo'ldi. Shaxta ham bor. Xo'sh, bu videoda nimalar ko'rdik? Hozir ko'rsataman. Yana pastga tashlama jinni. Aslida hammasini yo'q qo'yardi. Bilasizmi? Hammasini davay tez. Yo'q bor. Bo'ldi mana. Hop. Hozir bitta narsa qo'shish esimdan chiqib ketibdi. Oxirgi narsa bo'ladi. Bu tushunganlaringdek. 1 2 4. Chiroqlar qo'ymabman aytgancha kuchlari bilan yaralgan chiroqlarni ham qo'yamiz. Hop, bizga kerakli narsalarni oldik. Haliganda tashlab yuboribman o'zim. Suvni qurmabmiz aytgancha. Hali ko'p narsalarni qurmabmiz. Qani bizga kerakli narsa? Qani? Bu bor. Endi nimalardan qilib o'ylardi-ya? Bo'ldi, nimalardan? Bunaqa kimyogar bor edi aytgancha. To'g'rimi? Da, to'ppa-to'g'ri. Kimyogar bo'lsa, kimyogarning joyini taqriban yerga qo'yamiz. Betga. Ha, bo'ldi, o'zini ishini topdi. Hop, fonar bor ekan bu yerda. Betga bitta qo'yamiz. Hamma uylarda kirishlariga tutamasak. Hop, betga bitta qo'yamiz. Hop, mana chiroyli bo'lib qoldi qishlog'imiz. Bizga aytgan qo'ydik kecha. Hozir Galeman paydo bo'ladi, xudo xolasa. Savdogar kirish chiqish yo'lagi. Yaxshi. Esimda masjidga quramiz, kirish chiqish yo'lagini. Yo'q, bet bo'lmasa ekan, mana masjidga quramiz. 1 2 to'xtala buni. To'xta. Ne to'g'rilik bo'ldi. Ashuncha taqtayib. Xo'sh, mana kirish chiqish yo'lini ham qilib oldik. Men ish qilib hozir kirib YouTube'dan ko'raman. Keyingi videoda quraman. Hozir tursin. Ochilib yopiladigan qilamiz. Bir safar ochilib yopiladigan. Hop, bizga nimalar kerak yana? Kommentariyga yozib qo'yasizlar. Agar yoqsa
ko'raman, o'qiyman kommentariyalarda albatta. Конечно. Quraman shu narsani. Tagiga ismlaringni yozaman. Bitta shart bor. U narsani bitta odam yozgan narsani boshqa odam yozmasin. Men bir kishinikini quraman xolos. Bitta odam yozib turib, boshqa odamning ismini qo'yib qo'ysam, ko'pgina odam yozib turib, boshqa odamni u ham yozgan bo'lsa kimdir? Sizlar o'sha odamni ismini qo'yib qo'ysam, sizlar boshqa odamni. Boshqa yozgan odam ham xafa bo'lib qoladi. Shunday degan umiddaman. Akam-akasi bo'lib qoldi, akam-akasi. Hozir mana shuni qurib qo'yay, hech bo'lmasa. Ferma qurishimiz kerak hali. Shundaylar qanaqa fermaligini. Ko'payib ketdi. Ba'zi bir joylarga to'xtanglarda bitta fikr keldi menga. Endi tekich qo'yib tushiramiz. Voyda. Kech bo'lib turadi. Buni ishga tushiramiz. Tashavormay. Hop. Xo'sh, mana shaharchamiz chip-chiroyli yop-yorug' bo'lib turibdi. Imperiyamiz shaharcha. Imperiyamiz chip-chiroyli bo'lib turibdi. Yorug'. Imperiyamizga bayroq tanlashimiz kerak. Men YouTubedan qidirib ko'raman. Bayroq qidirmayman bunaqa. Masalan, mana ko'ryapsizlar, mana bunaqa. Boshqa yozsa bo'ladimi? Kommentariy yozib ketinglar. Agar bayrog'imizga boshqa chiroyli qilib, mana shunga o'xshash qilib, men goldni bunaqa. Goldni yasaymiz. Ko'ryapsizlar, bir xil o'zim qo'limda yasab chiqqanman. Bir xil, qaranglar. Yaltiramaydi xolos, endi skin yaltiratib bo'lmaydi ekan. Mana. Yo'q-da. Hop, shunaqa gaplar. Biz yana nimani qilmadik? Kommentariyaga yozib ketasizlar. Video tugadi.